Tadqiqot paytida sizni eng ko'p hayratlantirgan narsa nima bo'lgan edi? Hind haqidagi hikoya. O'zgarish kerak bo'lgan bir narsa bor edi. Go'yoki o'zgarishim kerak edi va o'ylashimcha bu sabab Hind edi. U dushmanlardan biri bo'lgan Abu Sufyonning xotini edi va u payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning sevimli amakisi bo'lgan Hamza roziyallohu anhuni o'ldirish uchun odam yo'llagandi va bu jang maydonida sodir bo'ldi. U o'ldirildi. Ular hatto uning quloqlari va burnini ham kesib tashlashdi. Uning jasadi bilan dahshatli narsalar sodir qilishgandi. Bundan payg'ambarimiz alayhissalom juda g'amgin bo'lgandilar va yillar o'tib musulmonlar qudratli bo'lishdi. Makkani fath qilishdi va u yerda Hind bor edi. Kitobni o'qib chiqar ekanman, men o'yladim, tamom. Endi uni qo'llarini kesishadi, boshini tanasidan judo qilishadi yoki shunga o'xshash qiynoqlar berishadi deb o'ylardim. Lekin Rasululloh aytdi, hozir uning yuziga qaray olmayman. Barchalari afv qilindilar. Shu yerda qolib musulmonlar bilan yashashlari mumkin. Agar istamasalar ketishlari mumkin. Lekin qon to'kish tugadi. O'yladimki, demak bu ayol kechirildi. Siz qarindoshingizni o'ldirgan odamni kechira olarmidingiz? Ayniqsa sevimli amakingizni qatl qildirgan, uning jasadini nimtalab tashlagan insonni kechira olarmidingiz? Agar shunday bo'lsa, siz buyuk xulq egasisiz. Bu juda o'ziga xos holat.